Bizga shu question berilyapti. Demak, logically complete qilishimiz kerak ekan. Difficulty level 7 talikdan 6 ta. Bu degani ancha qiyin degan. Demak, tekstni o'qiymiz. Ratified by more than 90 countries, the Nagoya Protocol is an international agreement ensuring that indigenous communities are compensated when their agricultural resources and knowledge of wild plants and animals are utilized by agricultural corporations. Now, tarjima qilishga harakat qilamiz bo'lib. Bizda birinchi bo'lib Nagoya protokol degan narsa bor ekan. U nima desak, u international agreement ekan. Ya'ni davlatlar o'rtasida qanaqangi bir rozichilik bor ekan, shunaqangi bir nizommi bor ekan. Va bu nizomimiz 90 dan oshiq davlatlar bunga rozi bo'lgan ekan. International agreement deganda shu nizomimiz 90 dan oshiq davlatlar tomonidan rozi bo'lingan ekan. Va u nima qilar ekan? U ensuring that deb aytib ketgan. Bizda indigenous odamlar bo'ladi-ku, ya'ni tub aholilar bo'ladi-ku. Masalan, Amerika joylarida bor, Afrika joylarida menimcha ko'p tub aholi bo'ladi-ku. O'sha tub aholilar ular endi qabila bo'lib yashaydi-da, tub aholilar, to'g'rimi? Masalan, society-ning bir qismi bo'lib yashamaydi. Ular qanday bir ajralganda, ular alohida o'zlari yashaydi ko'proq. Endi ular masalan necha asrlardan beri shunday yashab kelib, tirik qolib kelgan, to'g'rimi? Ularda endi agricultural resurslari bor. Ularning keyin yovvoyi gullar, yovvoyi hayvonlar haqida knowledge'lari bor. Ular shunaqangi borda endi tasavvur qiling, tub aholi bo'lgandan keyin ular ancha ma'lumotlar ko'p yovvoyi tabiat haqida. Demak, ularni resurslarini ishlatganimizda yoki ularni yovvoyi gullar yoki yovvoyi hayvonlar haqidagi ma'lumotlarni olganimizda biz nima qilishimiz kerak? O'sha communitylarga pul berishimiz kerak ekan. Mana shu protokolga ko'ra, mana shu nizomga ko'ra 90 dan oshiq davlat bunga rozi ekan. Demak, shunaqa bo'lyapti. Masalan, qanaqa bir agriculture korporatsiya kelyapti-da, o'sha tub aholiga oldiga boryapti-da, mana shu resurslardan foydalanaylik deyapti yoki mana shu gul haqidagi ma'lumotlarni bizga ber deyapti. Ana shunday biz ularning ma'lumotlarini ishlatganimizda biz ularga pul to'lashimiz kerak. Kompensatsiya qilishimiz kerak. Shunaqa deyapti tekstimiz. Mana shu protokolga ko'ra, demak shunaqa ekan. Demak, qandayda bu nima? Bu mana shu tub aholini, tub qabilalarning foydasiga bo'lgan bir nizom ekan desak bo'ladi. Nizom desak bo'ladi. Chunki ularning foydasiga ishlayapti bu narsa. Biz ularning narsalaridan foydalanayotganimizda biz ularga o'zlarining haqqini berishimiz kerak. However, the protocol has shortcomings. Lekin deyapti, mana bu nizomni minus taraflari ham bor ekanda, ya'ni neto tomonlari ham bor ekan. For example deyapti. For example nima degani? Endi shortcoming misol beriladi. It allows corporations to insist that their agreements with communities to conduct research on the commercial use of the community's resources and knowledge remain confidential. Misol uchun deyapti, korporatsiyalar masalan endi biror bir tub aholining oldiga bordikda korporatsiya o'sha aytayapti, nima? Men research olib boraman seni o'sha resurslaring ustida yoki knowledge'dan foydalanaman degan mana shunaqa korporatsiya bor-ku. Ular haqqi bor ekan. Mana shu narsani sir qoldirishda. Xo'p, sal yaxshi tushuntirib beray. Masalan, mana bu yerda tub odamlar bor, to'g'rimi? Tub odamlar bor, qabila bu yashashadi. Keyin mana bu yerdan korporatsiyalar kelyapti, agriculture korporatsiya kelyapti. Ular bu odamlarning ma'lumotlarini foydalanmoqchi, resurslardan foydalanmoqchi. Ular ustida research olib borishyapti-da. Endi masalan, o'shalarning resurslari va bilimlari haqida. Men protokolga ko'ra men bundan foydalansam pulni beraman. Lekin shunga yarasha men pulni berganligim sababli shunday imkoniyatim bor. Mana it allows deb qo'ygan. Shunday bir imkoniyatim ham borki, men mana shu narsa sir qolishini, mana shu odamlar va o'zim o'rtamdagi bo'lgan mana shu munosabat sir qolishiga haqqim bor ekan. Ya'ni boshqalar bilmasligiga haqqim bor ekan. Men agar korporatsiya bo'lsam, agriculture korporatsiya bo'lsam, mana it allows deyapti. Demak, mana shu protokol yo'l ochib berar ekan korporatsiyalarga to insist that their agreements remain confidential. Demak, ularning o'rtasida rozichilik bo'ldi. Mana aytayapti, men bu odamlarga men senga shuncha pul beraman, foydalanay deyapti. Xo'p deyapti, pulini berdi. Va keyinchalik foydalanyapti ham.
Lekin bu foydalanayotganda bu narsa confidential bo'lib qolishiga haqqi bor ekan, chunki ular pulni bergan. Mana shu protokolning shunday bir qonun qoidasi bor ekan. Pul to'lasa demak haqqi bor, boshqalar bilmasligiga. Bu bitta shortcoming ekan. Bu nimadir nito ekan. O'ylab qarasak, bu mana bu odamlar uchun yaxshi bo'lgani bilan nito tomoni ham bor ekan. Nimaga nito xos ko'ramiz? Therefore, some indigenous advocates express concern that the protocol may have the unintended effect of. Guys, mana shu e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nima? Indigenous advocatelar bor. Indigenous advocatelar degani mana bu qabilani yaxshiligini ko'zlagan insonlar. Ular borku aytayapti, concern bor ekan. Concern degani mana shu protokolni nimadir nito effekti bor, ko'zdan kechirilgan nima e'tibordan chetda qoladigan bitta nito tarafi bor. Mana bu odamlarga ziyon tegadigan bir joyi bor deyapti. Qanaqa effekt bor? Endi yo'g'ini davom ettirishimiz kerak. Guys, endi tasavvur qilishimiz kerak. Hozir nima bo'layotganini. Tasavvur qilaylik, mana qabilaga odamlar kelyapti, narsadan foydalanaman deyapti, lekin bu sir qolirish kerak, men senga pulni beraman deyapti. Xo'p deb rozi bo'lishyapti. Mana shu ikkalasining o'rtasidagi munosabat sir qolishini qanaqangi nito tarafi bor? Aynan indigenous odamlarga. Chunki indigenous advocatelar bizga concern beryapti. Mana shu o'rtasidagi munosabat sir qolishini mana bu insonlar qanday zarari bor? O'shani topib berishimiz kerak. To'g'ri javob bizda C, guys. Boshqa javoblar to'g'ri ham kelmaydi. Hozir o'qiymiz. May have the unintended effect of preventing independent observers from determining whether the agreements guarantee equitable compensation for indigenous communities. Tarjima qiladigan bo'lsak, bu o'rtasidagi narsa sir qoldi-ku. Endi boshqa odamlar chiqyapti-da. Boshqa odamlar mana shu o'rtasidagi sir bo'lganligi uchun ular aniqlay olmayapti. Mana bu qabiladagi odamlar o'zlarining haqqini oldimi? Ya'ni yetarlicha miqdorda pulni oldi. Masalan, bularga $5 berib turib, prosta uxlatgan bo'lishi mumkin-da. Lekin aslida bularni masalan ishlatgan manbalari bundan asl narxi balkim $200 dir. Ular $5 berib qo'yapti-da, lekin nima haqqi bor? Sir saqlash haqqi bor. Ya'ni boshqalar bilmasin deyish haqqi bor, chunki ular pulni beryapti va kam bo'lsa ham protokolni follow qilyapti. Shuning uchun boshqa observerlar yetarlicha pul berdimi yo'qmi mana bu insonlar o'shani bila olmayapti, chunki bu o'rtasidagi munosabati sir. Mana shunaqa bo'lyapti. Preventing independent observers from determining whether the agreements guarantee equitable compensation for indigenous communities. Shunaqa bizda deyapti. Demak, sir saqlashimizning nima minus tomoni bor mana bu qabillarga. Bizga shu narsa kerak, chunki indigenous advocatelarning concerni bu. Shu yerga e'tibor berishimiz kerak. Oxiriga e'tiborli bo'lib qilsak, indigenous advocatelarning concerni bor. U qanaqa desak, mana bular qanaqa nito tomoni bor, nima minus tarafi bor qabilalarga. Chunki indigenous advocatelarning concerni bu. Bularga emas, right? Sal murakkab ketib qolyapti, lekin tushunishga harakat qilamiz. Mana bular qanaqa minus tomoni bor mana bu kompensatsiyani. U minus tomoni nima desak, sir saqlash orqali biz ularga kamroq pul to'lab qo'yishimiz mumkin. Mana shu bizga to'g'ri javob bo'lyapti. Shundan bizga to'g'ri javob C. Sal murakkab ketib qolgan, to'g'ri. Lekin to'g'ri javob bizda C. Boshqa javoblarni o'qiylik. Diminishing the monetary reward that corporations might derive from their agreements with indigenous communities. Guys, da bizda nimaga minus bo'lyapti? Bizga mana bunaqangi agriculture korporatsiyalarga minus bor deyapti. Agriculture korporatsiyalar mana qabillardan foydalangan sir saqlasa, ularga minus tomoni bor deyapti. Lekin mana bu yerga olib borib qo'yaylik. Bir-biriga match qilmaydi. Nimaga? Chunki bizda indigenous advocatelar aytmayapti-da. Indigenous advocatelar masalan qabillarni oldin olgan, qabillarni support qiladigan odamlar aytayapti. Agar qo'yadigan bo'lsak, aytayapti. Mana bu korporatsiyalarga minus-ku deyapti. Yo'q. Bu odamlar minus taraf kimga minus tarafini aytish kerak? Qabillarga minus tarafini aytish kerak-da. Shuning uchun xato. Ya'ni bunday make sense balkim bo'lar. Lekin mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, indigenous advocatelarning fikri emas-da bu. Shuning uchun xato bo'lib qolyapti.
Limiting the research that corporations conduct on the resource of indigenous communities with which they have signed agreements. Guys, B'da ham korporatsiyalarga minusda. B'da ham qabillarga minus emas. Voy, qabillar mana bitta edi. Qabillarga minus tomon yo'q B'da. Bizda indigenous advocatlarning konserni bo'yicha qabillarga minus bo'lish kerak. No, D umuman berilmagan narsa. Umuman make sense qilmaydi. O'qib ko'rsak aytayapti, qabillar bularni o'rganish mumkin bo'lgan narsani cheklab qo'yadi deyapti. Yo'q. Yagona make sense qiladigan option C. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan mana shu tekstni o'qish kerak. Menimcha tushunarli bo'ladi. Ideyasini prosta men berib ushlab olishimiz kerak bo'lgan narsa indigenous odamlarning concerni, indigenous odamlarga foydasi tegadigan, foydasini ko'zlaydigan insonlarning concerni. Demak bizda to'g'ri javob C bo'ldi.